Chetdingiz mayin yurak diltorini sizga so'ylayin qalbimning izhorini. Urnalar qo'yilgan, har joylarga qo'yilgan, shularga o'zlari bilib shu tashashlarini xohlaymiz. Ikkita qizim bor, bittasi o'zim bilan ishlaydi, mana 17 yil bo'ldi. Katta onaxonlar, singillarim ishlaydi. Shularga sal mehnatlarning qadriga yetishlarini so'raymiz. Bugun 8-mart, barcha ayollarimizning bayrami. Bir soha vakillari borki, ularni yurtimizning ozodalik farishtalariga qiyoslashadi. Bular obodonlashtirish xodimlari. Mushtum jurnal ijodkorlari xuddi mana shunday ayollar bilan suhbatlashdi. Ham yozilamiz, ham bolalarimiz uchun rizqimiz shu yerga chachilgan ekan. Obodonlashtirish, mana shu havas qilamiz bu ishda o'zimiz. Mana shu tozalik bo'lsa qancha qalblarimiz toza bo'ladi, odamlarning qalblari toza bo'ladi. Xursandchilik bilan ishlarimizni qilamiz. Biz soat ertalabki 6:30 da yo'lga chiqqan, 7 da ishda bo'lamiz. Ishda pokizalik mana shu odamlar yo'lga chiqquncha tozalab yoramiz hamma yo'qda. Chiroyli qilib, ozoda qilib, ular xursand bo'lib yo'llarda pokizaligini ko'rishib, ishlariga chiroyli qalblar bilan pokiza nimalar bilan yurib chiqishadi. Urnalar qo'yilgan, har joylarga qo'yilgan, shularga o'zlari bilib shu tashashlarini xohlaymiz. Pokizalikka rioya qilishlarini so'rab qolamiz, iltimos qilib qolamiz. O'sha onaxonlar ishlaydi, katta onaxonlar, singillarim ishlaydi. Shularga sal mehnatlarning qadriga yetishlarini so'raymiz. Mehnatga odam o'lmaydi degan joyda bor. Ham bir-birimiz bilan inoqmiz, aktivmiz. O'shuning uchun qiynalganimizni hech sezmaganmiz. Chiroyli bo'lib ishlaymiz, olg'a qadam tashlaymiz. Qiziq voqealar juda ko'p bo'ladi bu nimamizda. Gullar ekayotgan paytimizda bir-birimizga gapirib, hazil tuypa qilishib, chiroyli bo'lib ishlab yuramiz bir-birimizga. Mehr-oqibat juda kuchli. Bizni Bo'ston tumanimizni obodonlashtirish, ayniqsa ayollarimiz, erkaklarimiz hamma aka-uka, opa-uka, ota-bola bo'lib ketganmiz. O'shuning uchun hamma o'zini ishidan minnatdor, xursandchilik bilan ish boshqaramiz. O'zingizda farzandlardan nechta? Farzandlarim meni 2 ta farzandim bor, 2 ta qiz bola, 2 ta qizim bor. Bittasi o'zim bilan ishlaydi, mana 17 yil bo'ldi. 17 yildan beri ishlaydi. Xursand u ham juda. Men o'zim ishlaganimga 11-12 yil bo'lib qoldi mana. O'shuning mana shu rizqimiz ekan, rizqimizni terib yuribmiz. Boqmandalik kayfiyat ko'rgan qolganlar bo'ladi, misol uchun hokimiyatdan yo'qdan pul so'raydi, ayollar nima bo'ladi? Endi ular ham harakat qilish kerak-da. Ayol kishimiz harakatda baraka deydi. O'shuning uchun harakat qilish, hammasi ishlasa, kamida bizning ishimizga kirsin. Ishimiz mana pokizalik, eng nima ish. Boshqa ishlarda ham mana chevarchilik bor, bo'lay bor. U boqmandalik juda yomon narsa. Endi mana yeri yo'q deydi, bo'lay yo'q deydi, lekin harakat qilish kerak-da. Har bir odam o'zini harakat qilib, mustaqil bo'lib mehnat qilsa, o'shundan o'ziga baraka bo'ladi, uyiga fayz baraka kiradi. Har balo shundan kelib chiqadi. Harakat qilish kerak hammasi ham. Oyligingiz qancha va bu yetadimi? Oyligimiz yetarli, maoshlarimiz juda chiroyli, buxgalterlarimiz, mana boshliqlarimiz juda o'rni-o'rnida qilib berishadi. Hamma yo'g'imizni yetarli qilib berishadi. Endi 3 million oyligimiz bor. Xudo xolasa, undan ham oshyapti mana. Bundan xursandmiz biz. Barcha boshlig'imizga minnatdorchilik bildiramiz. Tuman hokimimizga minnatdorchilik bildiramiz. Undan minnatdormiz. Qoniqamiz. Bu o'zingiz ro'zg'or ishlariga ham ulgusizmi? Ulgimiz albatta. Albatta ulgimiz. Uyga kelamiz. Soat mana 5 da javob bo'lyapti hozirgi kunda. Javob bo'lyapti. Kelgandan keyin hozir mana ro'za payti, ro'zamizni og'zimizni ochamiz. Mana kir yuvamiz, bo'lak qilamiz. Agaratimiz bor, ularni qilamiz. Ulgimiz xullas. 8-mart ayyomi bilan barcha yurtdoshlarimizni, barcha ayollarni mana shu Bo'ston tumanidagi obodonlashtirish ayollari nomidan, erkaklarning nomidan, boshlig'imiz nomidan, tuman hokimimiz nomidan chin yurakdan tabriklaymiz. Ularga uzoq umr, baxt, saodat, samimiy tilaymiz ularni. Doimo bolalarini baxtiga,
sog' omon bo'lishsin. Bolalar kelajagimiz deydi, kelajagimiz. Mana shu bolalarni o'qitib, hormay tolmay yurishlariga tilakdoshmiz. Sog' bo'lishsin doimo ayollarimiz. Mushtum jurnali tahririyati yurtimizdagi barcha ayollarni bayram bilan muborakbod etadi.